dunyo matematika o'zi, fizika, geometriya. Bir ustozim aytgandilar, agar san yuragingdan chiqayotgan qonni qaytib yuragingga quyilib kelishdagi vaqti, ritmi, lokatsiyalarini o'rgansang, dunyodan ikki qo'ling ko'tarib o'taver, hamma narsani bilib o'tibsan. Ya'ni u joyda matematika bor, geometriya bor, geografiya bor, hamma qonun bor. Xuddi shunday dunyo matematikasiz mavjud emas. Meni eng ko'p matematika, fizikaga qiziqishim bo'lgan maktabda. Faqat aniqlarni sevganman. Hattoki o'qituvchimiz o'sha fizikadan olimpiadaga borayotganimda adabiyot o'qituvchimiz qizg'onib meni bora sen mashinalarni tuzatuvchi bo'lasan. Mashina o'g'il bola sinfdoshlaring mashinasini olib kelsa tagiga tuzatib o'tirasanmi deganda, o'sha qizg'on meni fanimdan olimpiadaga borsin degan. Lekin men o'sha parallel ulash, ketma-ket ulash deb laboratoriyadan chiqmay fizikani jinnisi bo'lganman. Men unga juda qattiq mehrim bo'lgan va respublikalarda ham yutganman. Hozir meni hamma fikrlarimda fiziklar juda yaxshi biladi, geometriklar yaxshi biladi, ayniqsa shoir, ijodkorlar yaxshi biladi. Ular ichida chunki matematikasi bor. Meni gaplarimda matematika, fizika bor. Lekin men fizikani o'zini tilida aytsam, nima deyapti deydi. O'zi zo'rg'a tushunadi mana odamlar. Yana fizika tilida gapirsam, tushunishmaydi. Lekin fizika, men o'rgangan fizika to'la ruhiyatga tushadi. Men tashqarida o'rgangan fizikachi, mana o'sha Newton qonunlari, Einstein, hammasi bu ruhiyat bilan bir xil. Tasavvur qilinmaydigan darajada bir xil.